yurak og'rig'i kuzatilganda stent qo'yish shartmi? Qachon stent qo'yish kerak? Qachon dorilar orqali davolasa bo'ladi? Yurakni qon bilan ta'minlanishini buzilib qolishi. Stent qo'yish kerakmi yoki yo'q? Infarktni oldini olishga dorilardan ko'ra yaxshiroq yordam bermagan. Kimda stenokardiya kasalligi, yurak ishemik kasalligi surunkali kechayotgan bo'lsa, stenokardiya, ya'ni yurak og'rig'i kuzatilganda stent qo'yish shartmi yoki uni dorilar bilan ham davolasa bo'ladimi? Qachon stent qo'yish kerak? Qachon dorilar orqali davolasa bo'ladi? Bugun shu haqda gaplashamiz. Buni men sizlarga sodda tilda, lekin ilmiy isbotlangan va Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi tavsiya qilgan ma'lumotlar asosida tushuntirib beraman. Men doktor Akbar Azamovich 10 yillik tajribaga ega kardiolog terapevt shifokor va Hilol Center klinikasining asoschilaridan biriman. Faoliyatim davomida yurak kasalliklari bilan og'rigan minglab bemorlarni ko'rganman va ularning deyarli barchasida shunday savol tug'iladi: stent qo'yish kerakmi yoki yo'q? Keling, bu savollarga javob berishdan oldin biz o'zi stenokardiya, ya'ni yurak og'rig'i nima va stent nima, shu haqda bilib olaylik. Stenokardiya bu yurakni qon bilan ta'minlovchi o'zini maxsus tomirlari, ya'ni koronar tomirlarning ichki qismini torayib, yurakni qon bilan ta'minlanishini buzilib qolishi va natijada yurakda og'riq, sanchish, ezilish hissi bilan kechadi yoki ayrim holatlarda bu hansirash bilan kechishi mumkin. Og'riqlar odatda jismoniy harakatlarda, yuklamalarda, ruhiy zo'riqish, stresslarda kuchayib, dam olganda sekinlashishi mumkin. Stent esa aynan mana shu tomirlarni ichiga qo'yiladigan purjinaga o'xshash jism bo'lib, u tomirning toraygan joyini kengaytiradi va o'sha joyda, zararlangan joyda qon aylanishini tiklaydi. Bugungi kunda yurakning ishemik kasalligi, ya'ni stenokardiyani stent orqali davolash juda ommalashgan. Endi stent qo'yish kerak yoki qo'yish kerak emas degan masalaga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda kasallikning bosqichiga va turiga bog'liq bo'ladi va bemorning holati ham bu yerda juda muhim rol o'ynaydi. Birinchi navbatda kasallik ikki xil ko'rinishda kechadi. Ya'ni yurak ishemik kasalligi bu stabil holatda, ya'ni barqaror holda kechishi mumkin. Bunda odatda bemorlarda og'riqlar jismoniy harakatlar bilan bog'liq bo'lib, surunkali tarzda kechadi. Ya'ni bemor uzoq vaqtdan beri yurak ishemik kasalligi, stenokardiya kasalligi bilan og'rib keladi. Ikkinchi holat esa o'tkir kechishi. Ya'ni oldin stenokardiya bezovta qilib yurar edi, lekin hozir birdaniga kuchli og'riq paydo bo'ldi va jarayon o'tkirlashib, bemorda miokard infarkti shakllanyapti yoki og'riq kuchli bo'lib, hali infarkt bo'lmasdan infarkt oldi holati, ya'ni o'tkir koronar sindrom rivojlandi va bu holatda bemor infarkt bo'lishi mumkin. Ana shu ikki holatda ikki xil usul qo'llaniladi. Birinchi holatda, ya'ni kasallik uzoq vaqtdan beri davom etib kelyapti, surunkalik kechayapti va bemorda jismoniy harakatlar bilan bog'liq, ba'zan esa tinch holatda ham kuzatiladigan og'riqlar sodir bo'ladi. Bunday holatlarda Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi bergan tavsiyanomasida va ko'plab ilmiy tadqiqotlarning xulosasi asosida bemorlarga stent qo'yish ulardagi yurak qon tomir tizimidan sodir bo'ladigan o'limni oldini olishga va bemorda kuzatilishi mumkin bo'lgan infarktni oldini olishga dorilardan ko'ra yaxshiroq yordam bermagan. Ya'ni kim dorilar bilan davolagan, stent qo'ygandan ko'ra afzalroq bo'lib chiqqan. Bu ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan. Shunday ekan, kimda stenokardiya kasalligi, yurak ishemik kasalligi surunkali kechayotgan bo'lsa va kasallik barqaror, ya'ni stabil bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda stent qo'yish yoki aorta koronar shuntlash operatsiyalarini o'tkazishdan ko'ra bemorni dori-darmon bilan davolash afzal hisoblanadi. Aksincha, ikkinchi holatda, ya'ni bemorda o'tkir jarayon boshlandi,
to'satdan yurak og'rig'i kuchli boshlandi va infarkt paydo bo'lish xavfi, o'tkir koronar sindrom rivojlandi. Bunday holatda esa eng muhim narsa bemorni hayotini saqlab qolish va uni infarkt bo'lishini oldini olish hisoblanadi. Bunday holatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bunda bemorni dori-darmonlar bilan davolashdan ko'ra stent qo'yish amaliyoti bemorga ko'proq foyda bergan va ko'proq bemorlarda o'limni oldini olishga va infarkt bo'lishni oldini olishga yordam bergan. Shuning uchun kimda jarayon o'tkir kechayotgan bo'lsa, yurak xuruji o'tkir kuzatilgan bo'lsa va infarkt oldi holati, ya'ni o'tkir koronar sindrom yoki infarkt endigina boshlangan holat bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda bemorni hayotini saqlab qolish va infarktni oldini olish maqsadida tezkorlik, zudlik bilan stent qo'yib tomirlarni ochish kerak bo'ladi. Bu Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi tavsiyanomasida keltirilgan. Bundan tashqari, kimda og'riqlar dori darmonlar bilan, ya'ni boyaga aytganimiz stabil stenokardiyada ham, ya'ni surunkali kechyapti, og'riqlar jismoniy harakatlar bilan bog'liq bo'lyapti, kasallik ancha yillardan beri bor va dori darmon bilan bemor davolandi, dorilar maksimal qo'llanildi va shunda ham bemorning ahvoli yaxshilanmadi, og'riqlar o'tib ketmadi. Bunday holatlarda bemorlarga stent qo'yish mumkin. Bunda asosiy maqsad bemorda o'limini oldini olish yoki infarktni oldini olish emas, aksincha bemorni bezovta qilayotgan belgilarni yo'qotish, ya'ni stenokardiya xurujlarini oldini olish hisoblanadi. Shunday qilib aytib o'tdikki, bemorda ikki xil holatda ikki xil taktika tanlaniladi va har doim ham bemorga stent qo'yish shart emas. Ko'p holatlarda bemorni dori-darmonlar bilan davolash mumkin. Bundan istisno hisoblanadi bemordagi o'tkir xurujli kechayotgan yurak ishemik kasalligi. Endi qanday buni aniqlab olamiz? Ya'ni bemorda jarayon o'tkirmi yoki jarayon surunkalimi? Stent qo'yish kerakmi yoki dori-darmon bilan davolash kerakmi? Birinchi navbatda bemorning shikoyatlari va anamnezi, ya'ni kasallik qachon boshlangan, qanday davom etyapti, uni belgilari qanday sodir bo'lyapti, belgilar qancha muddat davom etyapti, og'riqlar nimadan keyin o'tib ketyapti, bunday ma'lumotlar va bemorning yondosh kasalliklari, qanday kasalliklari shu vaqtgacha bor, bemor qanday dorilarni iste'mol qilib yurgan, dorilar maksimal qo'llanilganmi yoki maksimal davo choralari hali ko'rilmaganmi va bundan tashqari bemorni yurak faoliyatini elektrokardiogramma, exokardiografiya va qon tahlillari, qondagi xolesterin, qand miqdori, yomon, yaxshi xolesterin miqdorlari, bularni baholagan holatda xulosa chiqariladi. Va bemorda agarda stabil stenokardiya bo'ladigan bo'lsa, avvalo dori-darmonlar bilan davolash taktikasi qo'llaniladi va bemorda juda ham katta holatlarda, juda ham yuqori holatlarda og'riqlar o'tib ketadi va bemorni kasallik bezovta qilmaydi. Va bemorda stent qo'yganga qaraganda bunday bemorlarda infarkt bo'lish va to'satdan yurakdan o'lim sodir bo'lish ehtimolligi kamroq hisoblanadi. Aksincha bemorni ko'rganda bemorda o'tkir jarayon aniqlanadigan bo'lsa, bunda bemorni hayotini saqlab qolish uchun va infarktni oldini olish uchun zudlik bilan kardiobrigada orqali stent qo'yish amaliyoti o'tkaziladi. Biz Hilol Med Center klinikamizda yurak og'rig'i bilan, stenokardiya kasalligi bilan yoki oldin infarkt o'tkazgan bemorlarni davolab kelamiz. Bemorlarni davolashda ularga yuqoridagi aytib o'tgan algoritmga asoslangan holda Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasining tavsiyanomalariga rioya qilgan holda tashxis qo'yamiz va bemorni to'g'ri davolashga yo'naltiramiz. Agarda bemorda stenokardiya, stabil stenokardiya kuzatiladigan bo'lsa, bunda maksimal bemorni dori-darmonlar orqali davolash va bemorni hayot tarzini o'zgartirish orqali uni zararli odatlarini cheklash, bemorni kasalligini rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni bartaraf qilish orqali bemorni davolashga harakat qilamiz va bemorlarni davolab kelyapmiz. Aksincha bemorda zudlik bilan stent qo'yish yoki boshqa turdagi ochiq operatsiyalar o'tkazilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, bunda hard team, ya'ni kardiolog, intervension kardiolog
hamda jarroh, ya'ni yurak jarrohi, ko'krak qafasi jarrohi bilan maslahatlashgan holatda bemorga qanday chora ko'rish kerak va qanday amaliyotni bajarish kerak haqida xulosa chiqaramiz. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda bunday kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa va olayotgan davolaringizga qaraganda samara olmayotgan bo'lsangiz, bizga quyidagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bizning jamoamiz sizga aniq tashxis qo'yishda va kasallikni to'g'ri davolashda yordam beradi.